Tushayga rasmga. Qaycha turtirsin. Oldi bitta bola yaqqan mana qizi. Mana ana. Ana. Keling. Sharafga o'zingam. Chaqaloq hozir olamiz. Ana bu Bardi. o Bahmonlik qiz. Mana bu Forishning qizi. Mana bu bizning nevara. Mana bizda oladi endi. Mana bu grupga tashlab qo'yamiz. Gruppaga tashlash. Ha. Tabriklaymiz. Ey, bizlar ey. Do'stimlar. Qanday Sizlar. Yo, bizniki shu. Mana bugun do'stimda xonadonda mehmon bo'ldi. Qattiq, hamma eshitsin. Qattiq gapirishga Rahmatulloh eshitasizmi yo'qmi? tomoshabinlarga. Bu kasal bu. Do'stimda xonadonda o'tiribmiz ekan. Sababchisi Nasibaxon. birodarimiz deymizmi, kelinimiz deymizmi? Nasiba. Do'stimiz. Do'stimiz desagan bo'ladi. Do'stimiz. Yangam desangiz ham bo'ladi. Yo, yanga demang, do'stimiz. Yangam desam bo'ladi. Mayli. To'g'ri-da. Yo'q, noto'g'ri gap, do'stimiz. Tug'ilgan Ha. tavallud kuni. To'g'ri. Nasibaxon sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Do'stim bilan hamisha birga bo'lib hayot quvonchlari, tashvishlari deydi-da, bu hayot ham juda bu murakkab nima? Hayot quvonchlari, tashvishlari, hamma narsasi. Chayim ichaman, jo'mtirmadi. Gapda chay bor. Shularni yengamiz deb hali yurmiz lekin Ha, o'la odam olmaydi. hali hayot oldinda. Odam olmaydi bu. Sen Xudoom deb maqtanmoqchimisan endi? Do'stim, choy. Allohga ming qalla shukr qilaman. Choy. Mana shunday kunlar bizga nasib qilgan ekan. Shuncha yo'l bosib do'stimda bugungi gaplar hammasi do'stimni xonadoni uchun, do'stimni ayoli uchun, do'stim uchun. Mana shu xonadon uchun. Rahmat, to'g'ri. To'g'ri. Mana shu Bu gap to'g'ri. to'kin sochim bo'lsin, dasturxonimiz. Yurtimiz tinch bo'lsin. Nimaiki yaxshi niyatlar, yaxshi istaklar bizdan keyingi gapirayotgan nimalarga ham qo'shilamiz. Yurtimiz tinch bo'lsin. Nevarlarni, chivarlarni huzurini ko'rsin. Do'stim bir ajoyib inson. Biz shunchalik hurmati bor uchun keldik. Kelib o'tiribmiz, to'g'ri. Bu hazil gap emas ey. Bu bizni bir-birimiz oramizda borku. Nasiba uzoq umr ko'rsin. Tushunaysiz. Katta bir masofa bor, boshqa bor ey. Bunday. Rahmatulloh. Ey, bu hammasi tabrik ayting bo'ldi. Ayting. Hammasini gapirib olaylik. Bo'ldimi? Masofani gapirmang. Yo'q, Do'sting orasida masofa bo'lmaydi. 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 Do'st bilan obod uying garchi o'l bo'lsa vayrona ham, do'st qadam qo'ymas agar vayronadir shoshona ham. To'g'ri. She'r Dunyoning shodlig'i yig'ilsa butun, do'stlar diydordan bo'lolmas ustun. G'am qissa yig'ilsa butun, do'stlar diydordan bo'lolmas ustun. Do'stim, yana bitta gap aytaman. Yo'q. Faqat bitta gap. Hech qanday oxirigacha eshiting. Bitta istak sizdan dedik. Mana mujir qilmay dangal. Nasibaning tug'ilgan kunimi? Shunga bitta istak ayting bo'ldi. Bo'ldi. Qo'ying, qolganini sen gapirmang. Bo'ldi. Siz qo'yib o'tib berasiz, men bitta ularga so'yolmayman, lekin buni tona so'yib berish mumkin. Tabriklayman. Shuni deding. Yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Bordi keldimiz uzilmasin. Rahmat. Ana shunday. Hamisha yaxshilik kunlarimiz ko'p bo'lsin.
Yaşlı günlerimizde birbirimizi tebriklaş, kutlaş, Nasip etiyorsun. nasip ediyoruz. Rahmat. Xush kelinglar. Shu bo'ladi. Do'stlar diydordan Endi- ayirmasin. Olinglar. Eng bir quvonchli kun bugunda Gidiyoruz Şambay, ula koyayım. Usmonov, dunyodagi eng quvonchli kunlarning bittasi. Mana, nasiba keling qani. Emre keling, yosh qiz. Bizim o'rtamizda bir marta, mine keling. Mine keling. Tabrik bulduk. Mine o'ting. Bitta o'ting. Dunyodagi eng shirin lazzatlarning bugun bittasida men to'liq buni aytaman. Men bu to'g'risida bitta she'r ham aytaman. Mana. Men shoir emasman. Ma'lumot she'rlar yozgani. Yoki bir donishmand emasman. Men mana shunday sevgiga boy insonlarni hurmat qilaman. 83-yil Fardun Jo'ram aytgan vaqtida "Xoni sening xudong" degan menga mana bu yetoldi. To'g'rimi yo'qmi? Shunda nimaga deysan? Nima unda deysan degan vaqtimda Nasibaga so'rish kerak ekan. Men borishim kerak. Xudong bo'lsa ayt, menga javob bersin, borib berayin dedi. Men Ortga deb odashman, shunda o'yladim-ki, mana Nasibaga non sindirib ketgan. Men buni bilaman. Men bu gapni aytishim maqsad bitta. Do'stim, Murod. Endi hamma narsani yig'ishtiramizda bugun. Mana shu yoshlarga eng yosh insonlarga. Endi 18 ga kirdik. Ya 16 men 17 kirdim. Men suylarga kirish xohlamadim. Adashpa. Al jo'natga bir 2 oy bor. Shunday ekan, Fardun umrlaringiz uzoq bo'lsin jo'ra. Mana shu nasiba bilan baxtli bo'ling, qo'sha qaring. Mana o'g'lingizning baxtiga, sog' salomat, uzoq umr ko'ring. Iloyim mana shu nevaralaring baxtiga omon bo'lingizlar. Mana o'g'lim bayartaga Iloyonda Karim. Xudoning taolo har bir insonga umr beradi, vaqt beradi. Qarangki, bugun biz mana bugun biz Fardun Jo'ramning xonadonidamiz. O'rtoq xizmatdoshlar, Rahmat. Iloyim xizmatdoshlar umri uzoq bo'lsin. Rahmat. Mana. Topganimiz to'ylarga, yaxshi kunlarga bersin. Mening bitta orzu istagim bor. Bugun Nasibaning tug'ilgan kuni. Ikkalasi qo'sha qarasa baxtli bo'lsin. Fardun Jo'ra. Iloyim sizlar O'zimni. baxtli bo'lsin. Bar. Ya ana. Men bitta gap aytishim kerak. Bugun. Xizmatdoshlarga bitta qarzim bor. Dunyoda eng shirin so'z nima? Do'stlar. Bitta gap aytaman. Do'stlar qas qilsin, past qilsin, yermakson bo'lsin. Iloyim kim yaxshi niyatgan bo'lsa niyatiga yetsin. Eng yaxshilik kunimiz, yomonlik kunimiz shunday kunlarda o'tsin. Nasiba umring uzoq bo'lsin. Qo'shqaningni qo'sha qari. Iloyim yaxshilik kunimiz ko'p bo'lsin. O'g'lingga bitta va'da berdim, va'damdan chiqaman. Sen uni bilmaysan, o'g'lingga va'da berganman. To'y. Bilaman. Olgan. Og'am zodi. Og'amni qo'sh. Olgan. Ya ana. Hadi nasıl?
Do'stlar, mana bugun biz do'stimizning xonadonida o'tiribmiz. Allohim yaxshilik kunlari ko'p bo'lsin. Topganlari, tutganlari hammasi mana shu bolalarga nasib etsin. Rahmat. Mana shu xonadonda to'ylar, yaxshilik kunlar ko'p bo'lsin. Rahmat. Do'stligimiz abadiy bo'lsin. Rahmat. Xush kelibsiz. Shu do'stlarda hamma vaqt oqibat ketmay yursin. Xonadonga tinchlik, osoyishtalik. Qo'shganingiz bilan qo'sha qilib, yanaga safar mana kelinni olib boring endi. Rahmat, rahmat. Hammasi tanishsin, ko'rsin, bilsin. Taniydi, hammasi biladi. Yo, endi olib boring-da endi. Ha, yo'q, boramiz. Xudo xolasa, mana ziyoratga olib boring. Nasib. Ha, necha Xudo xolasa, nasib etsa, yaxshilik kunlaringizda ishtirok eting. Rahmat. Mana ana. Do'stlar. Ha, o'zingizniki qani endi? Mana. Ana. Ana shu qo'l bizniki. Mana videoga mana ko'rsatdim. Mana shu biz qo'l meniki debman. Ha, shu qo'l bizniki. Nevaranglarga berma. Ha, yo'q, indamang. Mana. O'zimizni bunday qilamiz, o'zimiz ham olaveramiz. Jo'ram bilan ekan, mana. Ana keling ham. Ana. Bo'pti, mayli. Ha, yaxshi. Mana yesa oynamaydi dedi, Murat ha? Ha. Narsa ko'proq yeyishing kerak. Erkak sho'rbadan yeb tursa, aynimaydi. Aynimaydi. Taqdim jo'ramsiz. Narsa ko'proq yeyishing kerak. Kulib ko'rishsangiz ko'zlar yorishgay, 100 yil umr tilang, yuzlar yorishgay, xush niyat yangrasa so'zlar yorishgay, omonlik tilaylik bir-birimizga. Baxtim boqiy degan beklar ketdilar, egilish bilmagan tiklar ketdilar, chiroyda dunyoga ko'rklar ketdilar, omonlik tilaylik bir-birimizga. Baxt izlab kelganmiz asli dunyoga, baxt tilab ketaylik biz ham dunyoga, mahmud tavallolar qilib xudoga, omonlik tilaylik bir-birimiz